badiiy adabiyotlar, juda ko'plab kitoblar nashr etilyapti. Aynan o'zbek bozorida oxirgi 2 yilda 300 nomdan ko'p bestseller asarlar tarjima qilib bozorga olib chiqilgan. 36 million aholi uchun bu juda past ko'rsatkich. Chunki bitta bestseller asarni chop qilish uchun uni kamida 10 mingta nusxada chop etishar ekan. Undan ortiq emas, ya'ni. 80 milliondan ortiq aholisi bor Turkiyada bitta kitob bestseller asar chop etilishi uchun u kamida 1 millionta nusxa bo'lishi kerak ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Aholi nuqtai nazaridan ular bizdan 2 barobar ko'p. Lekin kitobga bo'lgan qiziqish nuqtai nazaridan ular bizdan qancha? 100 barobar ko'p. Hisoblayapsizmi? 10 mingta bizda chop etilishi kerak. 10 mingta bo'lsa ruxsat beriladi. Juda kam kitoblar 20 ming, 30 ming kitob nashr qilingan. Ya'ni nusxada. Bu kitoblarni hammasi insonni bilimini rivojlantiradi. Bilimini rivojlantiradi, ma'lumot beradi sizga, lekin nutqingizni rivojlantirmaydi. Nutqingizni rivojlantirish uchun siz badiiy kitob o'qishingiz kerak. Lekin afsuski badiiy kitobga ko'pchilik qiziqmaydi. Literatura ya'ni. Nima uchun? Keyin shikoyat qilishadi. Men kitob o'qiyman, lekin nutqim rivojlanmayapti deydi. Nutqingiz rivojlanishi uchun siz badiiy kitob o'qishingiz lozim. Sabab, chunki u yerda badiiy qochirimlar bor. Chunki u yerda sinonimlar bor. Chunki u yerda badiiy tasvir bor. Chunki u yerda sarguzasht bor. Hech shunaqa bo'lganmi? Kitobni o'qishni boshladingiz, 5-10 varaq o'qidingiz yoki 3 dan 1 qismini ham hali o'qiganingiz yo'q. Bo'ldi, o'qimaysiz u kitobni. Kimda shunaqa bo'lgan? Boshlaysiz u, tashlab qo'yasiz. Xo'p. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Kitobni noto'g'ri o'qish, kitobni noto'g'ri paytda o'qish, noto'g'ri kitob tanlaganligingiz va boshqa sabablar. Sizni darajangiz bu yerda, lekin siz IQ jihatdan kitobni mana bu joydan tanlab qo'yasiz, teparoqdan. Lekin hali o'zingiz yetib kelmagan bo'lishingiz mumkin. Yoki sizni qarichingizga u kitobni ichidagi g'oyalar, fikrlar to'g'ri kelmaydi. Pastroq ya'ni. Zerikasiz u kitobni o'qishingiz bilan. Shuning uchun kitob o'qiyotgan paytda e'tibor qilinishi kerak bo'lgan juda ko'p jihatlar bor. Nima uchun kitobga bunchalar urg'u beramiz? Chunki ishoning, nutqni rivojlantiruvchi asosiy vosita bu kitob. New York metropoliteni. Dunyodagi eng katta metropoliten. Toshkentda nechta yo'nalish bor? 3 ta emasmi? Halqa yo'li 4 ta ekan. New Yorkning o'zida nechta? 36 ta yo'nalish ekan. 36 ta yo'nalish va 472 ta stansiya. 472 ta stansiya. Umumiy uzunlik 1300 kilometr. Toshkentdan Nukusgacha bo'lgan masofa. Tasavvur qilyapsizmi? Shaharning ichida, yer ostida 1300 kilometrlik metro liniyasi joylashgan. Har kuni 5,5 million atrofida insonga xizmat ko'rsatadi metropoliten. Toshkent metropoliteni qariyb 400 ming aholiga xizmat ko'rsatadi har kuni. Bizdan deyarli 15 barobar ko'p. Endi bu yerda 3 xil toifa insonni kuzatish mumkin ekan. Uxlab ketayotgan, kitob o'qib ketayotgan va quloqchinlar yordamida nimadir eshitib ketayotgan insonlar. Katta ehtimol bilan audio kitob eshitib ketayotgan inson. Solishtiramiz. Jamoat transportida, faqat metroda emas, umuman jamoat transportida siz oxirgi marta qachon ko'rdingiz kitob o'qib ketayotgan insonni? Yaqin orada ko'rganlar bormi? Xo'p, endi solishtiramiz. Necha foizi smartfon titkilab ketyapti? Necha foizi kitob o'qib ketyapti? Va savol, oldingidan biroz ko'payganmi kitob o'qib ketayotganlar yoki yo'qmi? Ko'payganmi?
yo teskarisimi? Ko'paygan, yaxshi. Ko'payishi yaxshi. Bilasizmi, jamiyatda tendensiyalar o'zgaryapti. Jamiyatda oldinlari bilsangiz, hamma san'atkorlar, artistlarni ketidan ishqiboz bo'lib, ularga muxlislik qilib, shu hamma o'sha tomonga yugurardi. Hozir jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan, katta yutuqlarga erishgan biznesmenlar, mentorlar, influencerlarga ergashish holati oldingidan ancha kuchaydi. Sezyapsizmi bu narsani? His qilyapsizmi? His qilayotganlar bormi? His qilyapsiz. Va bu narsa tobora yana kuchayadi. Endi nimaga odamlar kam kitob o'qiyapti? Kam kitob o'qiyapti. Kitob o'qimayapti emas, oldin kitob o'qimayapti edi, ammo hozir o'qishni boshladi, ammo kam. Sababi nima? Dangasalik, yana nima bo'lishi mumkin? Xo'p, boshqa narsalarga qiziqish, telefon, yana nima? Vaqt olishi aniq, bu oqibati. O'ziga kerakli kitob topolmayotgan, yana nima? Xo'p, yana. Social media, xo'p. Qidiryapmizmi o'zi? Izlayapmizmi o'zi? Xo'p, doska bor ekan, bir narsani chizib ko'rsataman. Maslow piramidasini kim biladi? Kim biladi yana? Bir kishi. Maslow piramidasi. 1, 2. Kim yana? 2 kishi bilar ekan. To'g'ri, hali yoshsiz, bilmasligingiz tabiiy. Ammo bir narsani bilib qo'ysangiz, foydadan xoli bo'lmaydi. Maslow piramidasi, ya'ni ehtiyojlar piramidasi bor. Ehtiyojlar piramidasi. Maslowning aytishiga qaraganda jamiyat 4-5 qatlamga bo'linadi. Va eng pastda nima turadi? Siz bilaman dedingiz. Jismoniy ehtiyojlar, ya'ni nima? Qorin to'yishi kerak, ha? Asosiy fiziologik ehtiyojlar. Fiziologik ehtiyoj qonmagunicha inson tepaga ko'tarila olmaydi. Ikkinchi bosqichda nima? Xavfsizlik. Va nima? Uy joyga ega bo'lish. Uy joyga ega bo'lish. Uchinchi bosqichda nima? Biror jamoaga a'zo bo'lish. Biror jamoaga a'zo bo'lish. Jamiyatlarga qo'shilish. Husni xatim juda chiroyli. Jamoaga a'zo bo'lish, hurmatga sazovor bo'lish. Oxirida nima ekan? Tepaga chiqamiz. Bu atrofdagilarga ta'sir o'tkazish va o'zidan nimadir qoldirish. O'zidan nimadir qoldirish. Bu qatlamga jamiyatni ma'lum bir qismi yetib kelgan. Siz o'sha ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan influencerlar, o'z ortidan minglab odamlarni ergashtirayotganlar, aynan influencerlar. Bularni mana bu ehtiyojlari qoni bo'lgan. Toki inson mana bu 1 bilan 2 ning orasida yurar ekan, u hech qachon kitob o'qimaydi. Hech qachon kitob o'qimaydi. Fiziologik ehtiyojlar oldin qonishi lozim.